Assalomu alaykum do'stlar. Biz siz bilan A7i7 Azamov 27 va biz bugun sizlar bilan o'ynaymiz. Bizning hali DLS25 akkauntimiz o'chib ketmagan. 26 ni hali yangilaganimiz yo'q do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib, bu videoga like bosishingizni so'rab qolamiz. Do'stlar, agar bu gol bo'lganda reaksiyangiz qanday bo'lardi? Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Realning formasi bu o'q. Biz hozir o'zgartirdik do'stlar. Kanalga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz va Mini Gamer'ga ham obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Games Gamer degan kanalga yozasizlar. Bizning varatabi. Nico Williams deyiladi. Mana bizning komanda Isak, Romero, pasidagi Nelson, Simeone, Felipe, Diego Jordi. Bu Juventusning ortig'i. Isak esa hozir Liverpoolga o'tib ketdi. Newcastledan. Diego Jordi tepdi. Nelson vaqt keldi. Rodriguez, Rose, Rodriguez, Kesman, yaptı va pas ketdi. Voy, Isak do'stlar, Isak. Voy! Alexander Isakdan zo'r harakatlarni oldik do'stlar. Gol urishga ham harakat qilishadimi? Voy do'stlar. Voy. Do'stlar, gol emas. Lekin hamma muxlislarning ovozi Valverde. That's great determination. Good distribution. Did well to win the ball back. Finds his teammate. He steps up to steal the ball. Voy. Pas. Passed well. Voy do'stlar. Isak bo'ryapti. U hozir yo'l qo'ymadi va keeper glad to see that one go wide. Nima qilasana Liverpoolga o'tib. Finds his teammate. He's read that one absolutely perfectly. He showed a bit too much to the opposition there. Elise, Romero, Isak, Alexander, Papuskas. Voy do'stlar. He's read that one absolutely perfectly. Alexander hozir zo'r harakatlar ko'rsatib qo'ygan edi. Messi, Volkov, Sherman, Intercepted. Good defending there. He did well to win the ball back. Papuskas. And there it is. Kurtunoy, Angel Romero o'z harakatlarini hozirda o'zida ko'rsatib qo'ydi. Here's a replay of that great goal. Odammas. Mana 25 metrdan tepgan ekan. Ularning uzunligi olmishdi. Voy, almashtirilyapti. Va vaqt tugadi do'stlar. Biz yetdik. Alexander Isak o'yinning eng zo'r o'yinchisi deb
tan olindi. Mana Ayev, Nigidi, mana zo'rlari bor. Hozir men ukamni chaqirsammi? Yo'q, chaqirmay qolaman, chunki u videoni keyinroq qo'yamiz.